Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtim, yurtdoshlar. Hammalaringni kelay turgan hayit ayyomi bilan tabriklayman. Men Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Tinchlik mufayyasi Qang'il qishlog'idan kelganman. Sadrdin va Muhabbatxonman. 57 yoshdaman. Azod banisasiga shifoxonasiga keldim. Bu yerda hamma shifokorlar, hamshiralar, hammalardan minnatdorman. Men operatsiyamga O'lik Rahmatovich boshchiligida narkoz beradigan doktor Komiljon A'zamvich, qizlar juda ko'p, otlarini nima qilolmayman. Hammasi shu bansada ishlaydigan 3 martadan ismini almashib ishlar ekan. Biridan biri shirin so'z, juda xushmuomala qizlar ekan. Hammalaridan minnatdorman. Hayit bayramlarini yaxshi o'tkazsin. Duodaman. Iloyo hammalarim tanijoni sog' bo'lsin. Menga o'xshagan bemorlarga yaxshilik qilganlari uchun Alloh mukofotlasin. Ulug' ayyom kunlarida bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib, sog' salomat yurishsin. Hammalaridan minnatdorman. Sog' bo'lsin iloyo.